Başliq, sizga choy demlab keldim. Sen maktabda o'qimamsan? O'qiyman. Hikmat qarmog'idagi maktabda o'qay desam, yetarli pulim yo'q. Shu xususiy maktabda o'qidim. Men bir yetim bola. Shu choy sepib turmushimni qamdayman. Hey Rama, 2 stakan choy. Ha, mana keldim. Hey. Isming nima? Rama. Xayr, xo'sh bo'ladi. Hey, to'xta. Bayonim dedim. Xayr, xo'sh bo'ladi. Meni aka deb chaqirgan. Meni aka deb chaqirgan. Aka. Men bilaman, sen meni aka demaysan. Yana bir qatim aka degan. Aka. Hamon bir kuni sen meni tashlab ketsan. Men o'lib ketsam seni aka demayman. Men qo'g'dug'ichiga muhtoj. Otdek badningiz turib qo'g'dug'ich olamsiz? Nima? U sizni qovul tembel demoqchi, to'g'ri? Siz uning shaxsiy yordamchisimi? Hozir qadar uning yonida sifatsiz. Bu bizning mas'uliyatimiz. Aldingizmi? Meni mush yerda shundaqmi? Tezdan haqinish o'lchimingizdan qayt so'rg'ilasammi? Nima ishingiz bor? U qo'g'duvchi yollashni talab qildi. Hech qanday pul ketmaydi. Bova, men boya pulning ishini aniq demadimmi nima? Boshliq, qan qiz astoydil gap qildi. Siz nimishqa uning hissiyotiga azor bersiz? 5000 rupiya bersangiz bo'ladi. Menda uncha ko'p pul yo'q. Bahona tushirib bersangiz Bu qanday? eshak sotsa emas xonim. Bu oldin berilgan 500 rupiya. Ravo apandi. Bu menga nisbatan bir ilgirlash apandi. Siz hozir olg'a ilgirladingiz. Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kipar TV saloniga 20 raqamini yo'llab turing. Topolmasangiz imkoslarni qarang. Avar qildigan bo'ldi. Nemish? Telefon nomeringizni daplasangız. Daplasam bo'lmaydi. Siz degan mening qo'g'dug'ichim. Faqat men talab qilgan vaqtda kelishingiz kerak. Sizga o'zim telefon qilaman. Agar talabingiz bo'lsa, fursatga erisha olishingiz mumkin. Bo'ladi. Men bu fursatga cho'qim erishaman. Yaxshimsiz? Amonlik saqlovchi bormi? Hozir ishxonada. Amonlik saqlovchi? Ay, qabashlar. Xonimning telefoni. Yaxshimsiz? Ay, qo'g'dug'ichi. So'zlang. Romeo hozir maktab koridorining bir tarafida ikkita botokasini tutib turadi. Saqlab turing. Men hozir uning ko'gligini ko'rsataman. Yuringlar. Saqchilar keldi, qaçmasam bo'lmaydi, tutulib qolsam bo'lmaydi. Hey, birodarlar, uni tutinglar. U qechyapti. Tez. Qechyapti. Hey, to'xta! Uni tutinglar. Siz nemishqa 10 rupiyalik yemeklikka 100 rupiyalik xushbiroq materiallarni qo'ysiz. Kechiring video, uni qochirib Uni qo'ydi. tutamaydiganligimizni burilib bilgan edim. Nima? Qanday bildingiz? Siz mashinani to'xtatib qo'yganda sizning uningga yetishmasligingizni azirgan edim. Bo'ladi. Sizni o'zingizga gapirib qo'ysam. Kerak emas. Uning yo'li o tarafda, mening yo'lim bu tarafda. Fursatim foydalanishingizga yo'l qo'ymayman. Bu kalla sodasi bilan yemek sodasini aralashtirib Voy etibdi. onimay, bu ablah bakli hiyligar ekan juma. Uning yon telefoni nima be? Videoning ismini nima deb saqladi? Video mening muhabbatim. Video, siz butun kunlik qo'g'dug'ichiga muhtojmi? Bugun kechda yatingizga berib sizga kislota Bu degan chechadigan. cho'ng xatolik, bu degan jinoyat qilmish apanda. Nima deyapsan? Faqat qozon qizg'anda onda tomoq atil bo'ldi, shundaqmi? Yaxshimisiz? Hay, qo'g'dug'ichi. Qozon qiz Uni so'rib bekletizgan. Yo'q, video. Yaxshimisiz? Romeo menga kislota chechib etaman deb uchur yo'llabdi. Tez keling. Saqchi qachon bundoq kelishgan bo'lib ketdi? Ahmoq. Men uni indakka keltirishga tayyorlanib qoldim. Menimcha, u muhabbatlashmagan yigit. Sizlar uni yotoq kirmoqchimi? Shundoq. Bu degan qizning yotig'i. Ko'rib bilmadinglarmi? Shundaqmi? Rasman? Siz kim? Qo'g'dug'ichi. Siz qayerda bo'lishingiz kerak? Azaldida. Hay, agar u chiqib ketsa, pasha bizni chiqib badanimizni yaralandirishi mumkin. Agar u bu yerda tursa, sen uni tatlab yarlandirsan. O'tinib qolay gapimni. Tez yotqinlarga kirib ketinglar. Tez bo'linglar, tez. Voy onimay, u bizga qarab kelyapti. Efendi? Hay, uxlab qolmanglar. Bu qizlarga qarab qandoqmi uyqimiz kelsin? Yaxshi.
Mazkur filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Ipar TV saloniga 20 raqamini yo'llab turing. Topolmasangiz inkaslarni qarang. कितने हंसी आलम हो जाते मैं